Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025-yil 13 fevral kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida Toshkent shahridagi barcha oliy ta'lim muassasalari rektorlari o'rtasida mini futbol, stol tennisi va shaxmat bo'yicha Vazir Kubogi sport musobaqalari tashkil etilishi belgilangan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida mazkur musobaqaning rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Jarayonda bevosita ishtirok etgan hamkasbimiz Dinora Jabborova mavzuni davom ettiradi. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti sport maydonlarida Vazir Kubogi sport musobaqasining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Sport vazirligi, Milliy olimpiya hamda Milliy paralimpiya qo'mitalari rahbariyati va boshqa tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Vazir Kubogi sport musobaqasi ochilish marosimida vazirliklar o'rtasida qo'shma qaror va memorandum imzolandi. Bugungi yig'ilishimizni, bu yerdagi tadbirimizni juda ham katta bir mohiyati bor. Bu ham bo'lsa, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va sport vazirligi o'rtasida hamkorlik bitimi imzolandi. Bu nimani beradi? Kelajakda hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlar, ya'ni Olimpiya o'yinlariga, universiadalarga talabalarni orasidan chempionlarni tayyorlash bo'yicha sport vazirligi bilan hamkorlikda qilishimiz kerak bo'lgan ishlar belgilab olindi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan mutasaddilar davlatimiz rahbarining ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish va aholi jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan tashabbuslarini hayotga tatbiq etish maqsadida Vazir Kubogi sport musobaqasi tashkil etilganini ta'kidlab, ishtirokchilarga muvaffaqiyat tiladi. Tadbir doirasida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda sport vazirligi o'rtasida ikki muhim hujjat imzolandi. Qayd etilganidek, mazkur musobaqa oliy ta'lim muassasalari rahbarlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sportga bo'lgan qiziqishni oshirish hamda do'stona hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Musobaqaning rasmiy ochilishidan so'ng Toshkentdagi barcha oliy ta'lim muassasalari rektorlari va direktorlari o'z imkoniyatlari va jismoniy tayyorgarlik darajalariga asoslanib, belgilangan sport turlaridan birini tanlab, o'z kuchlarini sinashdi. Ishtirokchilar davlatimiz rahbarining sportga bo'lgan e'tiborini va yoshlarni sog'lom turmush tarziga undashga qaratilgan tashabbuslarini samimiy qo'llab-quvvatlashlarini namoyish etdi. Dinora Jabborova, Azbek Yangizakov, Zamon informatsion dasturi uchun.